Tug'ruqni o'z vaqtida, muddatdan o'tib ketmasdan, yirtilishlarsiz va asoratlarsiz bo'lishiga olib keladigan top maslahatlar. Birinchisi, 36 haftadan so'ng jinsiy aloqa sonini ko'paytiring. Jinsiy aloqa vaqtida spermadan ajralib chiqadigan prostaglandinlar bachadon bo'ynini yetilishiga va tug'ruqqa tayyorlanishiga yordam beradi. Ikkinchidan, ko'proq sayr qiling va yuring. Bu natijasida tug'ruq yo'llari ochilishi osonroq bo'ladi. Uchinchisi, ko'krak uchlarini massaj qilib turing 37 haftadan so'ng. Chunki ko'krak uchi massaj qilinganda oksitotsin ishlab chiqariladi va oksitotsin bachadon mushaklarini qisqarishiga olib keladi. To'rtinchidan, aroq xurmosi, ya'ni finikiylarni kuniga 2 dan 3 dan iste'mol qilganingizda tug'ruqda chaqirib berish vazifasini bajaradi. Beshinchidan, agarda jinsiy a'zolar sohasida yallig'lanish kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, ularga albatta davolanishingiz kerak. Oltinchidan, nafas mashqlarini doimiy bajarib turing. Va yettinchidan, tug'ruq yo'llarini kerak bo'lsa yog'lar bilan, ayniqsa zaytun yog'i bilan massaj qilib turilganda tug'ruq yo'llari oson ochiladi va yirtilishlarsiz sodir bo'ladi. Ushbu videom yaqinda tug'ishi kutilayotgan va doim 41 haftaga o'tkazib yuboradigan ayollar uchun.